Bugungi mavzuyimiz fe'lning vazifa shakllari. Fe'lning vazifa shakllari. Ozgina qoidasi. Fe'lning turli gap bo'laklari uchun xoslangan shakllari. Fe'lning turli gap bo'laklari uchun xoslangan shakllari. Men kitobni o'qidim. Demak, fe'lning turli gap bo'laklari uchun xoslangan shakllar. Xo'p, men kitobni o'qidim. Shu gapda fe'l bormi? Qani? O'qidim. Odatda fe'llar qaysi gap bo'lagi bo'ladi? Odatda kesim bo'ladi. Qachon qarasak, fe'llar kesim bo'lib kelayotgan bo'ladi. Endi savol tug'iladi, fe'l kesimdan boshqa so'z gap bo'lagi ham bo'la oladimi? Odatda kesim bo'ladi. Bitta gap tuzingki, o'sha fe'l kesim bo'lmasin. Bo'ladimi? Demak, odatda mana fe'llar kesim bo'lyapti. Lekin har doim ham fe'l kesim bo'lavermaydi. Fe'llar kesimdan tashqari boshqa gap bo'laklari ham bo'la oladi. Masalan, xo'p, o'qishni boshladim. O'qishni boshladim. Nimani boshladim? O'qishni boshladim. O'qishni so'zi fe'l, lekin to'ldiruvchi bo'ldi. O'qish, igna bilan quduq qazish. Nima igna bilan quduq qazish? O'qish ega bo'ldi. O'qigan bola kam bo'lmaydi. Qanday bola? O'qigan bola. Aniqlovchi vazifasi keldi. Gapni o'ylab gapiring. Qanday gapiring? O'ylab gapiring. Hol vazifasida kelyapti. Mana odatda fe'llar kesim bo'lardi, lekin to'ldiruvchi ham bo'la oldi, ega ham bo'la oldi, aniqlovchi ham bo'la oldi, hol bo'la oldi. Fe'llar boshqa gap bo'laklari ham bo'la olar ekan. Qachon? Qachon desa mana, qachonki mana bu qo'shimchani olsa, bu yerda ham keldi. Qachonki mana bu qo'shimchani olsa, qachonki mana bu qo'shimchani olsa. Ya'ni fe'llar turli xil qo'shimchalarni olgan vaqtda boshqa gap bo'laklari ham bo'la oladi. Shu qo'shimchalarni nomi vazifa shakllari. Aytdik, kesim vazifasi kelardi. Kesimdan tashqari ega, kesim, aniqlovchi, to'ldiruvchi, hol vazifalarida ham kela olyapti. Shu qo'shimchalarning ati fe'lning vazifa shakllari. Biz sizlar bilan o'rganmoqchi bo'layotgan narsa hozir aynan shu. Tushundinglar-a? Qo'shimchalarni o'rganamiz ekan. Shakllarni o'rganamiz ekan. Bularning vazifasi fe'lni kesimdan boshqa gap bo'lagi qilib berish. Xo'p, boshladik. Birinchisi, ular 4 ta. Birinchisi sof fe'l. Sof fe'l. Fe'lning kesim uchun xoslangan shakli. Fe'lning kesim uchun xoslangan shakli. Kesim uchun xoslangan shakli. Sof fe'lda maxsus qo'shimchasi yo'q. Xuddi haligi aniq nisbatga o'xshaydi. Aniq nisbatligini qanday bilardik? Boshqa nisbat shakllari yo'q bo'lsa, aniq nisbatdir. Sof fe'l bo'lish uchun boshqa vazifa shakllari, qo'shimchalari bo'lmasa, bu sof fe'l bo'ladi. Tushundinglar-a? Endi sof fe'l odatda gapning oxirida keladi. Gapning oxirida keladi, kesim vazifasi keladi. Aytdik, sof fe'l fe'lning kesimga xoslangan shakli, kesim bo'lib keladi. Bunday qarasangiz, gaplar, qator gaplar keladi. Sof fe'l qaysi biri ekan desiz, gapning oxiridagi so'z sof fe'l. Gapning ichida kelmaydi sof fe'l.
gapni ichida kelsa, buni sheriklari bo'ladi. Yo harakat nomi, yo sifatdosh, yo ravishdosh degan narsa bo'ladi. Xo'p, demak, sof fe'lni bilishning ikkita yo'li bor ekan. Birinchi yo'li gapni oxirida keladi. Ikkinchi yo'li boshqa vazifa shakllarini o'rganib olsak, ularni olmagan bo'lsa, u sof fe'l bo'ladi. Tushundinglar? Shuning uchun sof fe'l yana shu yerda turib tursin. Keyin narigilar o'rganib olaylik, keyin yana qaytib kelamiz. Ikkinchisi harakat nomi. Harakat nomi fe'lning otiga xoslangan shakli. Fe'lning otiga xoslangan shakli. Qo'shimchalari bor. Ish, uv, moq, mak, maslik. Mana shu qo'shimchalar fe'lning otiga xoslangan shakli, harakat nomining qo'shimchalari. Bir qarashda qiyin emas. Shu qo'shimchalarni yodlab olsangiz bo'ldi, harakat nomi ekan shular. Lekin muammo joyi nimada? Ish qo'shimchasini qayerda ko'rganmiz? Sifatda ozaytirma darajada, yana fe'lda nisbatda ko'rdik. Birgalik nisbatda ko'rdik. Demak, birgalik nisbatan fe'lda, harakat nomi ham fe'lda turibdi. Ikkovini bir-biridan ajratish kerak. Hozir shularni o'rganib chiqamiz. Xo'p, harakat nomi bu xuddi otga o'xshab qolgan fe'l. Bu qo'shimchani olsa otga o'xshab qoladi. Harakat nomining otga xos jihatlari ham bor, fe'lga xos jihatlari ham bor. Hozir bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Demak, yozyapmiz harakat nomining otga xos jihatlari. Harakat nomining otga xos jihatlari. Birinchi jihati otning so'rog'iga javob bo'lib, ot bajargan sintaktik vazifani bajaradi. Otning so'rog'iga javob bo'lib, ot bajargan sintaktik vazifani bajaradi. O'qish bizning maqsadimiz. Xo'p, mana shu gapda harakat nomi bormi? O'qish degan so'z harakat nomi. Harakat nomi ekanini qayerdan bilyapmiz? Qo'shimchadan, qo'shimcha keldi, sh qo'shimchasi keldi. Ish ini qavsga olib qo'yganmiz. Bu yerda i bilan tugagan so'z bo'lgani uchun shni o'zi qo'shildi. Xo'p, endi savol beramiz. Nima bizning maqsadimiz? O'qish. Odatda nima so'rog'iga ot javob bo'lardi. Lekin bu fe'l bo'lsa ham otning so'rog'iga javob bo'la olyapti. Demak, mana so'rog'iga javob bo'lishi otga o'xshash jihat ekan. Otlar ko'pincha ega vazifasiga kelardi. Bu ham ega vazifasiga keldi. Demak, hozir yozganimizdek juda o'xshab ketar ekan. Endi ikkinchi vazifasini ko'rib chiqamiz, o'xshash jihatini. Egalik, kelishik, ko'plik va kesimlik shakllarini oladi. Egalik, kelishik, ko'plik va kesimlik shakllarini oladi. Egalik, kelishik, ko'plik va kesimlik shakllarini oladi. O'qishlaring yaxshimi? O'qishlaring degan so'zga e'tibor beraylik. Mana bu shi hozirgina ko'rganimiz harakat nomi, lar ko'plik, ing egalik qo'shimchasi. Odatda egalik, ko'plik qo'shimchasi otda bo'lardi, to'g'rimi? U otni qo'shimchasi, otdan boshqa joyda kelmaslik kerak. Lekin yana bitta joyda ham keladi. Qayerda kelgan? Sifatga ham qo'shilarmidi? Egalik, kelishiklar? Qachon? Otlashgan vaziyatda qo'shilardi. Bu otlashmadi. Otlashmasa ham qo'shilyapti. Otlashmadi, shundoq ham o'zi otga o'xshagan shakl. Shuning uchun qo'shildi. Xo'p, o'qishni boshladim. Nimani boshladim? O'qishni. Mana ni kelishi qo'shimchasi.
Maqsadim o'qimoqdir. Harakat nomi bormi bu yerda? Qani? O'qimoq. Ha, moq qo'shimchasini oldik endi. Bu yerdagi dir qo'shimchasi kesimlik shakli. Ya'ni ismlar munosabat shakllari degan mavzuda 3-chisini yozganmiz. Kesimlik shakllari qavs ichida bog'lama deb ketganmiz, o'sha keldi. Ya'ni ot kesimni kesim qilib shakllantiradi. Buni o kesim mavzusida gaplashamiz yana. Xo'p, mana odatda otlarga qo'shilish kerak bo'lgan ko'plik, egalik, kelishik, kesimlik qo'shimchalari harakat nomiga ham qo'shilar ekan. Shu jihatdan u rosa o'xshab ketadi otga. Tushunarligi? Xo'p, bu jihatlari harakat nomining otga xos jihatlari. Endi yozamiz harakat nomining fe'lga xos jihatlari. Harakat nomining fe'lga xos jihatlari. Birinchi fe'lga o'xshash jihati asosida fe'l yotadi. O'qish foydali. O'qish foydali. Endi savol tug'iladi. Siz ayting, o'qish degan so'zimiz qaysi so'z turkumi? Nima? Nima bo'ldi? Ot so'z turkumi, to'g'rimi? Demak, shu xato. Qaranglar, shuni aytmoqchiman. Ko'pchilik o'ylaydi, nima foydali? O'qish foydali. Nima so'roqqa javob bo'ldi? Ega vazifasi keldi. Aynan otlar shunaqa edi. Otlar aynan nima so'roqqa javob bo'lardi va ega vazifasi kelardi. Qanaqa so'z turkumi bu desa, rosa otga o'xshab ketyapti-da, ot deymizda, ko'pchilik ot deydi. Lekin bu ot emas. Savoli nima qilish emas. Nima qilish ham noto'g'ri savol. Axir otga o'xshab nima so'roqqa javob bo'ladi dedi-ku. So'rog'i nima degan so'roqqa javob bo'ladi, bu to'g'ri. Lekin nima so'rog'iga javob bo'lsa-la bu ot bo'lib qoladi degani emas. Yoki nima qilish deb savol berish xato savol bo'ladi. Nima qilish deb savol berilmaydi. Nima foydali? O'qish foydali. O'qish degan so'z shu joyda rosa otga o'xshayapti, lekin ot emas. Bu xuddi haligi shifokorda, doktorda kiyimini kiyib olgan o'quvchiga o'xshaydi. Doktor kiyimini kiyib olsangiz, uzoqdan qarasak, ana doktor kelyapti ekan deymiz. Ne yaqinroq kelsangiz, o'zimiz o'quvchi ekan-ku deymiz. Demak, o'qish so'zi ham uzoqdan qaraganda otga o'xshaydi. Yaqinroq kelib, qo'shimchalarni tahlil qilib qaraydigan bo'lsak, bu fe'ldagi ko'rinadi. Xulosa, asosida fe'l yotadi deganimiz, harakat nomi otga rosa o'xshasa ham, u fe'l u. Tushundinglar-a? Otga o'xshaydi, lekin fe'l. Shuning uchun qayerda ko'rsanglar fe'l so'z turkumi ekan deb ketamiz. Ot deb olmanglar. Xo'p, ikkinchisi B. Nisbat va bo'lishsizlik shaklini oladi. Nisbat va bo'lishsizlik shaklini oladi. Yozish qiyin, yozdirish oson. Bu gapda harakat nomi bormi? Qani? Yozish. Yozishda qo'shimcha qani? Ish qo'shimchasi yana bormi? Yozdirishda ham harakat nomi bor ekan. Xo'p, yozdirish degan so'zimizdagi mana bu dir nima? Orttirma nisbat qo'shimchasi. Demak, orttirma nisbat qo'shimchasi dir bor edi. Harakat nomi bo'lgan so'zga orttirma nisbat bemalol qo'shila olar ekan. Nafaqat harakat nima? Orttirma nisbat, balki boshqa nisbatlar ham bemalol qo'shila oladi. Masalan, yuvinish qiyin emas. Nima? Yuvinish. Shu joyda mana ish qo'shimchasi, harakat nomi qo'shimchasi, in qo'shimchasi esa o'zlik nisbat. Yuvinmoq o'zlik nisbat degan edik. Tushunarligi? Demak, bemalol nisbatni ola olar ekan. Xo'p, endi boshqa gap yozaylik. Bilmaslik ayb emas.
Bilishni xohlamaslik ayb. Bilmaslik ayb emas, bilishni xohlamaslik ayb. Mana shu gapda harakat nomi bormi? Qan? Bilish. Ha, bilishda harakat nomi bor. Boshqa yo'qmi? Bilmaslik harakat nomimi? Yoki bu yerda mas alohida lik ot yasovchi qo'shimchamikin? Chunki ot yasovchi qo'shimchalar yodlaganmiz-ku, shu yerda lik qo'shimchasi bor edi, to'g'rimi? Qoidasini yozdik-ku, maslik deb yozdik-ku qoidasida. Maslik qo'shimchasi. Xo'p, maslik degan qo'shimcha bor, to'g'ri. Harakat nomida hozirgina ko'rdik. Harakat nomida ko'rdik. Mana bu yerda turuvdi, ha? Harakat nomida ham ko'rdik, maslik qo'shimchasi bor ekan. Xo'p, bu yerda kelayotgan qo'shimcha mas degan qo'shimchaga lik degan qo'shimcha qo'shilganmi yoki yaxlit maslik degan qo'shimchamikin? Balki bilmas degan so'z bor. Endi balki bo'linayotgandir. Bo'linayotgan bo'lishi ham mumkinmi? Xo'p, demak, mas alohida, lik alohida kelishi bilan u yaxlit kelishini qanday farqlasa bo'ladi? Xo'p. Yaxshi, yana qanaqa farqlasa bo'ladi? Qanaqa farqlasa bo'ladi desa? Xo'p, uni yo'li bitta oson. Maslik qo'shimchasi hech qachon bunaqa bo'lib ikkiga bo'linmaydi, u doim yaxlit bitta qo'shimcha bo'ladi. Tushundinglar? Maslik qo'shimchasi kelib qolsa ikkitamikin, bittamikin deb o'ylanmanglar, u bitta bo'ladi. Va u har doim o'sha fe'llardagi harakat nomi bo'lishsizlik shakli. Bo'lishsiz shakli endi ma ga sh qo'shilmayapti, maslik degan qo'shimcha yaxlit qo'shilyapti. Tushundinglar? Xo'p, yana bormi? Bilishni xohlamaslik. Bu yerda ham bo'lmaymiz ekan, yaxlit qo'shimcha ekan. Demak, odatda fe'llar nisbatda olardi. Bo'lishsizlik shaklini ko'rsatardi. Bu harakat nomi ham nisbatda oldi, bo'lishsizlik shaklini ham oldi. Shu jihatlari fe'lga o'xshaydi ekan. Yaxshi. Endi bitta gap yozaylik, shu gapni yana tahlil qilaylik. O'qish boshlandi. Xo'p, savol. Shu gapdagi o'qish degan so'z qaysi zamonda? Yo'q, fe'l qaysi zamonda? Hozirgi zamonmi, o'tgan zamonmi, kelasi zamonmi? Nimaga hozirgi zamon? Yo'q, boshlandi degan so'z o'tgan zamonda, o'qish so'zi-chi? Ega bilan kesim zamonda ham moslashmaydimi? Baribir zamoni bo'ladimi fe'l bo'lgandan keyin? O'qish so'zi qaysi zamonda? Yo'q, hozirgi zamonda emas. Zamonda emas. Nimaga zamonda emas? Harakat nomi-yu. Fe'lu baribir. Demak, shu yerda bilaylikki, harakat nomi to'g'ri aytdingiz, zamonni ko'rsatmaydi. U zamonni ko'rsatmaydi. O'zi fe'llar ko'rsatish kerak edi, lekin harakat nomi ko'rsatmaydi. Yoki shaxs sonni ham ko'rsatmaydi, birinchi shaxs, ikkinchi shaxs bo'la olmaydi. Mayilni ham ko'rsatmaydi. Fe'llardagi zarur bo'lgan zamon, shaxs son, mayil ma'nolarini ko'rsatmaydi. Yozib qo'yamiz. Harakat nomi zamon, shaxs son, mayil ma'nolarini ko'rsata olmaydi. Harakat nomi zamon, shaxs son, mayil ma'nolarini ko'rsata olmaydi. Zamon, shaxs son, mayil ma'nolarini ko'rsata olmaydi. Shuning uchun fe'lning noaniq shakli hisoblanadi. Shuning uchun fe'lning noaniq shakli hisoblanadi. Fe'lning noaniq shakli hisoblanadi. Mana harakat nomi fe'lning noaniq shakli deydi. Nimaga noaniq shakli desa, zamoni aniq emas, shaxs soni aniq emas, mayil aniq emas, shuning uchun noaniq shakli. Yoki inglizcha so'z yozaylik. Write nima degani?
Yozmoq deganim yozyapman deganimi? Yozasan degani emasmi? Write degani yozmoq. Ya'ni boshqa tillardagi fe'llar o'zbekcha tarjima qilinganda harakat nomi shaklida ko'rinadi. Chunki zamon, shaxs, son mayllari yo'q bo'ladi unda. Tarjima qilayotgan. Shuning uchun fe'lning noaniq shakli yoki ba'zida fe'lning bosh shakli deb ham ataladi. Bo'ldi, harakat nomi deganlar shu. Tushunarligi? Harakat nomi shundan iborat edi. Endi fe'lning vazifa shakllarining 3-siga keldik, sifatdosh. Sifatdosh. Fe'lning sifatiga xoslangan shakli. Fe'lning sifatiga xoslangan shakli. Qo'shimchalarni yozishni boshladik. Gan, adigan, yedigan, ayotgan, ar, ba'zan uvchi qo'shimchasi ham kelib qoladi. Va mas qo'shimchalari sifatdosh qo'shimchalari hisoblanadi. Qaysi? Yo'q, montaj qilmayman buni. Qizil olma. Yarim soatdan keyin. Qizargan olma. E'tibor beraylik, qizil olma. Qizil so'zi qaysi so'z turkumi? Sifat. Qanday so'roqqa javob bo'ladi? Qanday so'roqqa javob bo'ladi? Xo'p, qizil otga bog'landi. Qanday so'roqqa javob bo'lyapti? Otga bog'lanib qanday degan so'roqqa javob bo'lsa, bu so'z aniqlovchi vazifasiga kelayotgan bo'ladi. Qizargan degan so'zimiz qanday so'roqqa javob bo'ladi? U ham qanday degan so'roqqa javob bo'ladi. Va bu ham otga bog'landi, bu ham aniqlovchi vazifasiga kelyapti. Qizil olma desam, xayoliga nima keldi? Qizil olma keldi. Qizargan olma desak ham xuddi shu olma kelyapti baribir. Ikkalasini qarasak, rosa bir xil, bir-biriga o'xshayapti. Bir xil so'roq, bir xil atash ma'no, bir xil gap bo'lagi. Sifat bilan sifatdosh rosa ham bir-biriga o'xshaydi ekan. Lekin farqli jihatlari ham bor. Xuddi boyagidek harakat nomi otga ham o'xshadi, fe'lga ham o'xshadi-yu. Sifatdosh ham sifatga ham o'xshaydi, otga ham, fe'lga ham o'xshaydi. Shuning uchun yana yozamiz, sifatdoshning sifatga xos jihatlari. Sifatdoshning sifatga xos jihatlari. Birinchisi sifatning so'rog'iga javob bo'lib, sifat bajargan sintaktik vazifani bajaradi. Sifat bajargan sintaktik vazifani bajaradi. Mana buni ko'rdik misolda. Sifatning so'rog'iga javob bo'ldi. Sifat bajargan sintaktik vazifani bajardi. Bu jihat rosa o'xshab ketdi. Xo'p, yana eslaylik-da, sifatning bitta xususiyati bor edi. Sifat qachon egalik kelishi qo'shimchalarini olardi? Otlashganda. Demak, sifat otlashish xususiyatiga ega edi, sifatdoshlar ham otlashadi. Yozamiz, sifatdosh ham otlashadi. Yaxshilar ko'paysin. Mana shu gapdagi yaxshilar so'zi qaysi so'z turkumi? Qaysi so'z turkumi? Fe'l. Yaxshilar degan fe'l bormi? Qaysi so'z turkumi dedi? Xo'p. Turkumini so'rayapti, Nima bo'ldi? Ot bo'ldimi?
Hop, qaranglar. Yaxshi degan so'z qaysi so'z turkumi? Sifat. Sifat otlashsa turkumi o'zgarmaydi. Otga o'xshab qoladi xolos. Sifatlar otlashganda sifat bo'yicha qoladi, otga o'xshab qoladi. Endi boshqa gap yozaylik. O'qigan o'qdan o'zar. Xo'p, mana shu gapda sifatdosh bormi? Qani? O'qigan. Savol beraylik, o'qigan so'ziga nima qilgan bo'lmaydi? Ha, qaranglar. Fe'llar gapning ichida kelgan vaqtda nima qilgan so'rovlar berilmaydi. Nima qilish deb berilmaydi. Qanday o'qdan o'zar? Qanday bo'ladi? Kim o'qdan o'zar? O'qigan o'qdan o'zar. Xo'p, e'tibor beringlar. Aslida o'qi degan so'z qanaqa so'roqqa javob bo'lardi? Nima qil so'rog'iga javob bo'lardi. Endi o'qigan bola deganda endi qanday so'rog'iga javob bo'layotdi? O'sha o'qigan so'zi otlashib turib, ana endi kim so'rog'iga javob bo'lib qoldi. Qarang, bitta so'z bitta o'rinda nima qilmoq so'rog'iga, bitta o'rinda qanday so'rog'iga, bitta o'rinda kim so'rog'iga javob bo'lib qoldi. Sifatdosh otlash shu yerda. O'zi asli sifatdosh fe'lni sifatga o'xshab qolgan edi. Endi bu sifatga o'xshay qolgan narsa otlashib turib otga o'xshab qoldi. Shunaqa bir murakkab bir jarayonlar hosil bo'lyapti. Xullas kalom, mana bu yerda kelayotgan gan qo'shimchasi sifatdosh ekanligini bilsangiz bo'ldi. Xo'p, va bu otlashayotganligini ham bilsangiz bo'ldi. Tushundinglarmi? Xo'p, boshqa gap yozamiz. Bilmaganni so'rab o'rgangan olim. Xo'p, shu yerda otlashgan so'z bormi? Ya'ni sifatdosh bormi? Qan? Bilmaganni so'zi qaysi so'z turkumi? Qaysi so'z turkumi ekan bilmaganni so'zi? Qaysi so'z turkumi? Ot. Otmi? Yo sifatmi? Otmi sifatmi? Ot ham sifat ham emas. Fe'l bu. Voy, baraka topkunlar. Ha, mana bu gan sifatdosh qo'shimchasi. Sifatdosh otlashdi. Sifatdosh o'zi fe'l u. Tushundinglar-a? Xo'p, demak, sifatdosh sifatga nimasi bilan o'xshaydi desa, so'rog'i o'xshaydi, bajarayotgan vazifasi o'xshaydi, otlashish xususiyati o'xshaydi, qator xususiyatlari o'xshar ekan. Endi yozamiz sifatdoshning fe'liga xos jihatlari. Sifatdoshning fe'liga xos jihatlari. Yo'q, sifatdoshning fe'liga xos jihatlari. Hop, yozamiz. Birinchisi asosida fe'l yotadi. Asosida fe'l yotadi. Hop, yozayotgan qiz. Yozayotgan so'zga savol beramiz. O'y, nima qilayotgan bo'lmaydi? Gapning ichida nima qilayotgan, nima qilish bo'lmaydi? Qanday qiz? Yozayotgan qiz. Savol. Yozayotgan so'z qaysi so'z turkumi? Qanday so'rovga javob bo'lsa ham fe'l bo'ladi. Sifatmi bu? Shu sifat emas. Asosida fe'l yotadi deganimiz sifatga rosa o'xshasa ham bu fe'l degani. Bu yerda aytdik-ku harakat nomida. Asosida fe'l yotadi, otga rosa o'xshasa ham u fe'l u dedikmi? Sifatdosh ham sifatga rosa o'xshaydi, lekin u fe'l u. Tushundinglar-a? Xo'p, ikkinchisi B.
Zamonni ko'rsatadi. Zamonni ko'rsatadi. O'tgan zamon gan, hozirgi zamon ayotgan, kelasi zamon adigan, yedigan, ar, uvchi qo'shimchalar zamonni ko'rsata olar ekan. Sifatdosh mana zamonni ko'rsata olar ekan. Shu jihati bilan harakatnomiga o'xshaydi ekanmi? O'xshamaydi ekan. Nimaga? Harakatnomi zamonni ko'rsatmadi. Ko'rsatmadi, zamonni ko'rsata olmadi. Bu ko'rsatdi. Xo'p, bittadan misollar ham ko'rib chiqaylik. O'qigan bola. O'tgan zamon bo'ldi. Yozayotgan qiz. Hozirgi zamon bo'ladigan bola boshidan ma'lum. Bo'ladigan so'zi kelasi zamon sifatdoshi bo'ldi. Tushunarligi? Xo'p, endi bu ikkinchi holatida, endi uchinchisi sifatdosh fe'lga xos jihatdan uchinchisi bo'lishsizlik shaklini oladi. Bo'lishsizlik shaklini oladi. Aytar gapni ayt. Aytmas gapdan qayt. Xo'p, mana shu gapda sifatdosh bormi? Qani? Aytar. Aytardagi ar. Yana bormi? Aytmas. Aytmasdagi mas. Aslini olganda shu mas qo'shimchasiga to'xtalaylik. Aytmas. Ayt so'ziga ma qo'shimchasi qo'shilgan, unga r qo'shilgan. Ar bor edi-yu, arni qavsga olib qo'yganmiz, r. Natijada shu so'z aytmas bo'lib qolgan. Aytmas bo'lib qolgan. Xo'p, r tovushi s tovushiga almashdi, fonetik hodisa bor shu yerda. Fonetik hodisa tovushi almashish hodisasi. Sifatdosh bo'lishsizlik shakli kelganda. Faqatgina r kelganda s ga almashadi. Boshqa, masalan, o'qi. O'qi so'ziga avval ma ni qo'shamiz, u yog'iga masalan yotgan. O'qi ma yotgan. O'qi ma yedigan. O'qimaydigan deb ketaveradi. Ma'ni qo'yib qo'ysak bo'ldi ekan. Yoki o'qimagan bo'lib ketaveradi. Tushunarlimi? Sifatdosh deganlar shu. Sifatdosh rosa ham sifatga o'xshaydi, lekin u sifat emas. U fe'l. Shuning uchun sifatdosh. Bo'ldi, vazifa shakllarining 3-si edi bu. Endi vazifa shakllarining 4-si ravishdosh. Fe'lning ravishiga xoslangan shakli. Fe'lning ravishiga xoslangan shakli. Qo'shimchalari ib, a, y, gach, guncha, gancha, gani, may, mayin, masdan.
qo'shimchalari bor. Xo'p, ravishdoshda endi ravishga xos jihati, fe'lga xos jihati qilib maydalanmaymiz. Chunki bu narigi harakat nomi sifatdoshdan farq qiladi. To'g'ri, ravishdosh bo'lgandan keyin ravishga o'xshaydigan jihati ko'p bo'ladi, fe'lga o'xshaydigan jihati ham bor, lekin aynan sanab o'tadigan holatda emas. Bu yerda bizni sal qiynash mumkin bo'lgan qo'shimcha mana bu uchala qo'shimcha. Sababi ib o'tgan zamonda bor, ay kelasi zamonda bor. Amonimlik xususiyatiga ega bo'lgani uchun bizni sal qiynaydi. Faqat mana bu gani qo'shimchasiga to'xtalib o'tib ketib qolaylik. Gani maqsad ravishdoshi deb yozib qo'ying. Gani maqsad ravishdoshi. Xo'p, masalan, endi boshqa narigilarga misol yozyapmiz. Gapini o'ylab gapiring. Mana shu gapdagi mana bu b qo'shimchasi ravishdosh qo'shimchasi. Qanday gapirish kerak? O'ylab gapirish kerak. Ravishga o'xshab qanday so'rovga javob bo'ldi. Endi ravishdoshga unaqa ko'p to'xtalmaymiz. Xo'p, unutmaylik, mana shu qo'shimchalar ravishdosh qo'shimchalari juda faol qo'llanadi. Zamon bilan rosa o'xshaydi. Qanaqa qilib farqlaymiz desa, zamonda o'tayotganimizda birato'la uni farqlab o'tib ketamiz. Hozircha shu qo'shimchalar shuni tanib olsangiz bo'ldi. Demak, buguncha aytmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Fe'lning vazifa shakllari shulardan iborat. Savollar bormi?